Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Telefoningizda ayrim xavfli dasturlar, begona ulanishlar yoki shubhali ruxsatlar bo'lsa, pensiya pulingiz, nafaqa, bank kartangizdagi mablag'ingiz bir zumda yechib olinishi mumkin. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qo'shnilari va yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'pincha firibgarlar aynan yosh katta insonlarning telefoniga kirib, SMS kodlarini ko'rib, bank ilovasiga ulanib, pullarni boshqa kartalarga o'tkazib yuboradi. Shu videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga telefoningizda aynan nimalarni tekshirish kerakligini, qaysi ilovalar xavfli ekanini, kimlar ko'proq ehtiyot bo'lish kerakligini va pulingizni himoya qilish uchun bugunoq qanday amallarni bajarish kerakligini aniq tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga, mahalladagi yosh katta insonlarga yuboring. Bitta yuborilgan video kimningdir pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Avvallari pensiya asosan naqd pul shaklida berilar edi. Inson pochta xodimini kutardi yoki belgilangan joydan pulini olardi. Xavf bor edi. Albatta, kimdir yo'lda pulni yo'qotishi, kimdir aldovga uchrashi mumkin edi. Lekin firibgarning pulga yetib borish uchun u odam bilan yuzma-yuz uchrashish kerak bo'lardi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Pensiya va nafaqalar ko'pincha bank kartasiga tushadi. Kartaga ulangan telefon raqami bor. Telefon raqamiga SMS kod keladi. Bank ilovasi telefon ichida turadi. Demak, telefoningiz sizning cho'ntagingizdagi kichik bankka aylangan. Agar firibgar telefoningizga kirsa, u sizning kartangizni qo'lga olgandek bo'ladi. Agar u SMS kodlarni o'qisa, bank ilovasini ochsa yoki sizni aldashtirib kodni ayttirsa, pensiya pulingiz xavf ostida qoladi. Men bu yerda juda muhim farqni aytib o'taman. Hech kim telefoningizda oddiy rasm, qo'shiq yoki ijtimoiy tarmoq borligi uchun pensiyangizni bekor qilib qo'ymaydi. Pensiyani olib qo'yish deganda ko'p hollarda ikki xil holat nazarda tutiladi. Birinchisi, firibgarlar kartangizdan pulni o'g'irlab ketadi. Ikkinchisi, agar odamning sud qarori, aliment, kredit jarima yoki boshqa qonuniy qarzdorligi bo'lsa, ayrim holatlarda ijro tartibida hisobdan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Lekin bu ham telefoningizda biror ilova borligi uchun emas. Qonuniy qarzdorlik va rasmiy ijro hujjati asosida bo'ladi. Bugungi videoda men asosan birinchi xavf, ya'ni telefon orqali pensiya puli o'g'irlanishi haqida gapiraman. Chunki bu eng ko'p uchayotgan va eng tez sodir bo'ladigan holat. Odam ertalab pensiyasi tushganini ko'radi. Tushdan keyin esa hisobda pul qolmaganini biladi. Keyin bankka boradi. Bank esa pul boshqa kartaga o'tkazilganini aytadi. Shunda hammasi telefon, SMS kod va shubhali dasturlardan boshlangan bo'ladi. Birinchi xavfli narsa bu masofadan boshqarish dasturlari. Masalan, ayrim dasturlar telefoningiz ekranini boshqa odamga ko'rsatadi yoki telefoningizni uzoqdan boshqarishga imkon beradi. Bunday dasturlar odatda texnik yordam uchun yaratilgan. Masalan, farzandingiz boshqa shaharda turib onasining telefonini sozlab berishi mumkin. Bu yaxshi maqsad. Lekin firibgarlar aynan shu imkoniyatdan foydalanadi. Oddiy vaziyatni tasavvur qiling. Pensiyani ayolga qo'ng'iroq qilishadi. Dala yegan, men bank xodimiman. Kartangiz blok bo'lib qolmasligi uchun tekshiruvdan o'tkazamiz deyishadi. Keyin unga biror dastur o'rnatishni aytishadi. Bu bankning xavfsizlik dasturi deb ishontirishadi. Ayol dasturni o'rnatadi. Ekrandagi kodni aytadi. Shu paytdan boshlab firibgar uning telefon ekranini ko'ra boshlaydi. Bank ilovasi ochilsa, SMS kod kelsa, karta balansi ko'rinsa hammasini ko'radi. Ba'zan esa telefonni o'zi bosib, pulni o'tkazib yuboradi. Masalan, odamning kartasiga 1 million 200 ming so'm pensiya tushdi deylik. Firibgar avval 1000 ming so'm telefon raqamiga to'lov qilib ko'radi. Tizim ishlayotganini tekshiradi. Keyin 500 ming so'mni bir kartaga, 600 ming so'mni boshqa kartaga o'tkazadi. Kartada 2000 ming so'm qoladi. Jabrlanuvchi esa pul ketganini kechqurun biladi. Bu vaqtda mablag' bir nechta hisoblar orqali aylantirilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi xavfli narsa bu SMS'larni o'qish ruxsatiga ega bo'lgan shubhali ilovalar. Telefoningizga o'yin, fon rasmi, bepul internet, tez kredit, bonus pul, pensiya tekshirish degan nomlar bilan ilova o'rnatiladi. O'rnatish paytida u sizdan SMS'larni o'qishga, kontaktlarni ko'rishga, bildirishnomalarni o'qishga, qo'ng'iroqlarni boshqarishga ruxsat so'raydi. Ko'pchilik ruxsat berish tugmasini o'qimasdan bosadi. Natijada ilova kelgan SMS kodlarini ko'ra oladi.
Bank ilovalarida ko'p amallar SMS kod bilan tasdiqlanadi. Karta ulash, pul o'tkazish, parol tiklash, yangi qurilmadan kirish, bularning hammasida kod kelishi mumkin. Agar zararli ilova bu kodni o'qisa, firibgar sizdan kod so'ramasdan ham ayrim amallarni bajarishga urinishi mumkin. Ayniqsa telefon eski bo'lsa, himoya yangilanmagan bo'lsa, parol qo'yilmagan bo'lsa, xavf yanada ortadi. Uchinchi xavf bu qalbaki havolalar. Telegram, SMS yoki ijtimoiy tarmoq orqali pensiya oshirildi tekshirib oling. Kartangizga yordam puli tushadi. Davlatdan 500 ming so'm kompensatsiya. Anketani to'ldiring degan xabar keladi. Odam havolani bosadi. Sayt rasmiy saytga o'xshab turadi. U yerda ism, telefon raqami, karta raqami, amal qilish muddati, hatto SMS kod so'raladi. Odam pul tushishi uchun kerak ekan deb hammasini yozadi. Aslida esa u o'z kartasini firibgarga topshirgan bo'ladi. Bu yerda bir qoidani yodda tuting. Hech qanday rasmiy tashkilot sizdan kartaning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodini, bank ilovasi, parolini so'ramaydi. Pensiya tayinlash yoki nafaqa bo'yicha rasmiy jarayonlar bank kartangizdagi maxfiy kodlar orqali qilinmaydi. Agar kimdir SMS kodini ayting, bo'lmasa pensiyangiz to'xtaydi desa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. 4-xavf bu sim karta bilan bog'liq holatlar. Pensiya kartangiz qaysi telefon raqamiga ulangan bo'lsa, o'sha raqam juda muhim. Agar raqam sizning nomingizda bo'lmasa, eski tanishingiz nomida bo'lsa, allaqachon ishlatilmayotgan raqam bo'lsa yoki yo'qolgan sim kartani tiklamagan bo'lsangiz, muammo chiqishi mumkin. Chunki bank SMS'lari o'sha raqamga boradi. Raqam boshqa odam qo'liga tushsa, bank xizmatlariga kirish xavfi paydo bo'ladi. Men ko'p uchratadigan holat, farzand onasi karta ochib bergan, lekin telefon raqami farzandning eski raqamiga ulangan. Keyin farzand raqamni ishlatmay qo'ygan. Operator bir muddatdan keyin raqamni boshqa abonentga bergan. Endi bank xabarlari begona odamga borishi mumkin. Bu darhol pul o'g'irlanadi degani emas, lekin juda katta xavf. Shuning uchun bankka borib, kartaga aynan egasining hozirgi doimiy ishlatiladigan raqamini ulash kerak. 5-xavf bu telefonning o'zida parol yo'qligi. Ko'pchilik yoshi katta insonlar uyda yuradi. Kim olardi deb telefoniga parol qo'ymaydi. Lekin telefon yo'qolsa, avtobusda tushib qolsa, bozorda o'g'irlatilsa, topib olgan odam bank ilovasini ochishga harakat qiladi. Agar bank ilovasida ham oddiy parol bo'lsa, masalan 1001, 1234 tug'ilgan yil, telefon egasining ismi bilan bog'liq kod bo'lsa, pul xavf ostida qoladi. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchi navbatda pensiya yoki nafaqa kartasiga ulangan telefonida bank ilovasi bor insonlar. Ikkinchidan, telefoniga bolalari yoki tanishlari turli ilovalarni o'rnatib bergan, lekin o'zi nima ekanini bilmaydiganlar. Uchinchidan, Telegram guruhlarida kelgan havolalarni tez bosadiganlar. To'rtinchidan, sizga pul tushadi. Bonus bor, yordam puli bor degan xabarlarga ishonganlar. Beshinchidan, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lganlar. Kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Agar telefoningizda faqat rasmiy do'konlardan o'rnatilgan ilovalar bo'lsa, bank ilovangiz parol yoki biometrik himoya bilan yopilgan bo'lsa, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, shubhali havolalarni bosmasangiz, telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ko'p odam telefonida qaysi ilovaga qanday ruxsat berilganini bilmaydi. Endi juda nozik masalani tushuntiraman. Ba'zi odamlar telefonimda qarz ilovasi bo'lsa, pensiyamni olib qo'yishadimi deb so'raydi. Telefoningizda kredit ilovasi borligi o'z-o'zidan pensiyani olib qo'ymaydi. Lekin agar siz mikroqarz olgan bo'lsangiz, shartnomaga rozi bo'lgan bo'lsangiz, qarzni vaqtida to'lamagan bo'lsangiz, keyin sud yoki boshqa qonuniy tartiblar orqali undirish jarayoni bo'lishi mumkin. Bu telefon ilovasi sababli emas, qarzdorlik sababli yuz beradi. Yana bir holat. Kimdir men hech qanday qarz olmaganman, lekin nomimga kredit chiqibdi deydi. Bu ko'pincha shaxsiy ma'lumotlar qo'lga tushganda bo'ladi. Pasport rasmiy, selfie, telefon raqami, SMS kod, bank kartasi ma'lumotlari firibgar qo'liga tushsa, u turli moliyaviy xizmatlarda urinish qilishi mumkin. Shuning uchun telefoningizda pasport rasmlarini ochiq albomda saqlash. Telegramda begona odamga yuborish, anketa uchun kerak deb ulashish juda xavfli. Yana bir tuzoq joy. Men kodni aytmadim, demak xavf yo'q deb o'ylash. Har doim ham firibgar kodni ovoz bilan so'ramaydi. U sizni qalbaki saytga kiritadi. Siz kodni o'zingiz yozasiz yoki telefoningizda bildirishnomalarni o'qiydigan zararli ilova bo'ladi.
yoki masofadan boshqarish dasturi orqali ekrandagi kodni ko'radi. Demak, faqat kod aytmadim bilan cheklanib bo'lmaydi. Telefon ichini ham tekshirish kerak. Yana bir nozik masala, farzandlar ota-onasining telefoniga yordam beraman deb turli ilovalar o'rnatadi. Masalan, bank ilovasi, to'lov ilovasi, aloqa operatori ilovasi, kommunal to'lovlar ilovasi. Bu yomon emas. Lekin har bir ilovaning paroli, telefon raqami va xavfsizlik sozlamalari tartibli bo'lishi kerak. Farzand bir marta o'rnatib qo'yib, keyin nazorat qilmasa, ona yoki ota keyinchalik firibgarning gapiga kirib parolni aytib yuborishi mumkin. Yana bir ko'p uchraydigan holat, odam bankdan qo'ng'iroq bo'ldi deb o'ylaydi. Firibgar o'zini bank xodimi, soliq xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi, ichki ishlar xodimi yoki operator xodimi deb tanishtiradi. U juda ishonchli gapiradi. Sizning kartangizdan noqonuniy pul yechilmoqda. Hozir himoya qilmasak pulingiz ketadi. Tez ayting. Vaqt oz. Hech kimga aytmang. Maxfiy tekshiruv deydi. Mana shu shoshirish va qo'rqitish firibgarlikning asosiy belgisi. Rasmiy xodim sizni shoshirib SMS kod so'ramaydi. Rasmiy xodim telefoningizga dastur o'rnating, ekrandagi raqamni ayting demaydi. Rasmiy xodim kartangizdagi pulni xavfsiz hisobga o'tkazing demaydi. Agar sizga shunday deyishsa, qo'ng'iroqni uzing. Keyin bank kartasining orqasida yozilgan rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Yana bir istisno, ayrim rasmiy ilovalar ham SMS ga ruxsat so'rashi mumkin. Masalan, to'lovni avtomatik tasdiqlash uchun. Lekin oddiy foydalanuvchi uchun eng xavfsiz yo'l shuki, ilovaga kerak bo'lmagan ruxsatlarni bermaslik kerak. Fon rasmiy ilovasiga SMS kerak emas. Chiroq yoqadigan ilovaga kontaktlar kerak emas. O'yin ilovasiga bank bildirishnomalarini o'qish kerak emas. Agar ilova o'z vazifasiga aloqasi bo'lmagan ruxsat so'rasa, bu xavf belgisi. Endi telefoningizni qanday tekshirishni bosqichma-bosqich aytaman. Avvalo telefoningizdagi ilovalar ro'yxatini oching. O'zingiz tanimaydigan, nomi g'alati, qachon o'rnatilgani eslamaydigan ilovalarni ko'ring. Ayniqsa masofadan boshqarish, ekran ulashish, telefonni boshqarish, tez yordam, support, remote, any, viewer, desk, assist kabi ma'noga ega ilovalarga e'tibor bering. Agar bunday dastur nima uchun turganini bilmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli mutaxassis bilan maslahat qiling va keraksiz bo'lsa o'chirib tashlang. Keyin ruxsatlarni tekshiring. Telefon sozlamalariga kiring, ilovalar bo'limini oching, ruxsatlar degan joyni toping. SMS, kontaktlar, telefon, kamera, mikrofon, maxsus imkoniyatlar, bildirishnomalarni o'qish kabi bo'limlarni alohida ko'ring. SMSni o'qishga qaysi ilovalarga ruxsat berilgan? Bildirishnomalarni qaysi ilovalar ko'ra oladi? Maxsus imkoniyatlar bo'limida qaysi dasturlar yo'qilgan? Agar notanish ilova shu joylarda turgan bo'lsa, bu jiddiy xavf belgisi. Bank ilovasini tekshiring. Parolingiz oddiy bo'lmasin. Tug'ilgan yil 1234. Karta oxirgi raqamlari, telefon raqamining oxiri kabi kodlardan foydalanmang. Imkon bo'lsa barmoq izi yoki yuz orqali kirishni yo'qing. Lekin telefonning o'ziga ham mustahkam parol qo'ying. Chunki telefon ochiq bo'lsa, bank ilovasining himoyasi ham zaiflashadi. SMS kod bo'yicha qat'iy qoida qo'ying. Hech kimga aytmaysiz. Bank xodimiga ham, operatorga ham, pensiya bo'limi xodimiga ham, qarindoshga ham aytmaysiz. Agar kimdir kod so'rasa, u odamning kimligidan qat'iy nazar qo'ng'iroqni to'xtating. Agar farzandingiz yordam bermoqchi bo'lsa ham, kodni telefonda o'qib berish o'rniga yoningizda turib, nima qilinayotganini tushuntirib bersin. Kartangiz ulangan telefon raqamini tekshiring. Bank filialiga boring yoki bankning rasmiy ilovasi va ishonchli aloqa markazi orqali aniqlang. Karta qaysi raqamga ulangan? Raqam sizning nomingizdami? Hali ishlatyapsizmi? SIM karti yo'qolmaganmi? Agar raqam eski bo'lsa, darhol yangilang. Buning uchun odatda pasport yoki ID karta, bank kartasi va telefon raqamingiz kerak bo'ladi. Bankka borganda kartamga ulangan telefon raqamimni tekshirib, hozirgi raqamimga almashtirmoqchiman deb aniq ayting. Agar shubhali havolani bosgan bo'lsangiz yoki kartangiz ma'lumotlarini kiritgan bo'lsangiz, kutmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklashni so'rang. Men shubhali saytga karta ma'lumotlarini kiritib qo'ydim. Kartamni vaqtincha bloklang deb ayting. Keyin bank filialiga boring. Yangi karta ochish yoki xavfsizlikni tiklash bo'yicha maslahat oling. Bu uyat emas, uyalmang. O'z vaqtida qilingan bitta qo'ng'iroq butun pensiyani saqlab qolishi mumkin. Agar telefoningizga firibgar aytgan dastur o'rnatilgan bo'lsa, avvalo internetni o'chiring.
Mobil internet va Wi-Fi ni o'chiring. Keyin bankka boshqa telefon orqali qo'ng'iroq qiling. Chunki telefon hali ham firibgar nazoratida bo'lishi mumkin. Kartani bloklang. Shundan keyin ishonchli ustaga yoki farzandingizga telefonni ko'rsating. Keraksiz dasturlarni o'chiring, parollarni almashtiring. Kerak bo'lsa telefonni zavod sozlamalariga qaytaring. Lekin zavod sozlamasidan oldin kerakli kontaktlar va rasmlarni xavfsiz joyga saqlashni unutmang. Agar pul yechilib ketgan bo'lsa, ham harakatni to'xtatmang. Bankdan operatsiyalar bo'yicha ma'lumot so'rang. Qachon qaysi kartaga qancha pul o'tganini aniqlang. Bankka yozma ariza qoldiring. Keyin ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Arizada voqeani batafsil yozing. Qachon qo'ng'iroq bo'ldi, qaysi raqamdan nima dedi, qaysi ilovani o'rnatdingiz, qaysi SMS keldi, qancha pul ketdi. Qo'lingizda bo'lsa skrinshotlar. SMSlar, qo'ng'iroq raqamlari, bank xabarnomalari nusxasini ilova qiling. Yana bir muhim hujjat masalasi, pasport yoki ID kartangiz rasmlarini har kimga yubormang. Pensiya oshirish uchun kerak. Yordam pulni chiqaramiz. Ro'yxatga qo'shamiz, anketa to'ldiramiz deysa ham, avval rasmiy manbani tekshiring. Mahalla, bank, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga o'zingiz boring. Telefon orqali kelgan noma'lum odamga shaxsiy hujjat yuborish juda katta xato bo'lishi mumkin. Yaqinlaringiz uchun alohida maslahat. Ota-onangizning telefonini oyda bir marta tekshirib bering. Ilovalar ro'yxatini ko'ring. Shubhali dasturlarni o'chiring. Bank ilovasini yangilang. Telefon operatsion tizimini yangilang. Karta ulangan raqamni tekshiring. Ularga bitta oddiy qo'yda yozib qo'ying. SMS kodini hech kimga aytmayman, havolani bosmayman. Begona dastur o'rnatmayman. Shubhali qo'ng'iroqda telefonni qo'yaman. Shu qo'ydani qog'ozga yozib, telefon yoniga yoki uy devoriga ilib qo'yish ham foydasi bor. Agar ota-onangiz mustaqil telefon ishlatishda qiynalsa, bank kartasidagi limitlarni pasaytirish haqida o'ylang. Masalan, kunlik pul o'tkazish limitini kamaytirish, internet orqali to'lovlarni cheklash. Katta summali operatsiyalar uchun bankka borishni talab qiladigan tartibni tanlash mumkin. Har bir bankda imkoniyatlar har xil bo'ladi, lekin bank xodimidan pensioner odam uchun xavfsizlik limitlarini qanday qo'ysak bo'ladi deb so'rasangiz, ular yo'l ko'rsatadi. Bugun aytganlarimning eng muhim joyi shuki, telefoningizdagi shubhali ilova, masofadan boshqarish dasturi, SMSlarni o'qiydigan zararli dastur yoki qalbaki havola pensiya pulingizni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Pensiyani rasmiy tartibda hech kim telefoningizdagi oddiy narsa uchun bekor qilmaydi. Lekin firibgarlar telefon orqali kartangizdagi pulni olib ketishi mumkin. Shuning uchun telefoningizni hoziroq tekshiring. Bank kartangiz ulangan raqamni aniqlang. SMS kodini hech kimga aytmang va shubhali dasturlarni o'chiring. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Telefoningizda shubhali ilova topdingizmi yoki bunday firibgarlikka duch kelgan tanishingiz bormi? Like bosing, kanalga obuna bo'ling va eng muhimi, bu videoni ota-onangizga, buvingizga, bobongizga va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun ogohlantirilgan odam ertaga o'z pensiyasini, nafaqasini va mehnat bilan topgan pulini saqlab qolishi mumkin.